gijja, lyambla. Nimaga shu kunda hozirgi kunda mana shunaqangi so'zlar, gaplar juda ham ko'payib ketdi. Hozir qaysi bir ota-onani qaramang, farzandini mana shu gijja parazitar kasalliklardan qanaqa qilib saqlash mumkin yoki uni qanaqa tushirish haqida bosh qotirishadi. Avvalambor siz farzandingizni mana shu ulg'ayish jarayonida birinchi o'rinda unda sharoit paydo qilmasligingiz kerak bo'ladi. Har qanaqangi kasallik sharoit va sababdan kelib chiqadi. Agarda sizni farzandingiz yoshligidan o'zi o't qopi dimlanadigan bo'lsa, mana diskineziya deydi yoki bo'lmasam 12 barmoq ichaklarida yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, bolani yoshi katta bo'lgan sari siz uni har xil ko'chadagi chupa-chupslar, kireshki, xrustяшки, zizi jvachkalar, kola, fanta, shakar, novvot qilib yoki kopchonli kolbasa, sirlarga o'rgatadigan bo'lsangiz, har xil shirinliklarga albatta unda gijja parazitlar kasalliklariga moyilligi ortib boraveradi. Siz kundalik ratsionda bularni olib tashlash bilan birgalikda shaxsiy gigiyenani ham o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bolalarga mana o'sha aytgandek vaqtida tirnog'ini olish, hojatxonadan to'g'ri foydalanish, masalan, yoki bo'lmasam tishlarni yuvish qonun qoidalarini o'rgatsakkina biz ko'p narsadan xalos bo'lgan bo'lamiz. Lekin ayni kunda mana shu narsalarni klizmalarsiz, ortiqcha tashvishlarsiz yoki bolani stressga tushirmasdan siz qanaqa qilib gijja parazitar kasalliklardan qutulishingiz mumkin degan savolga DXNda oson yechimlari keltirib berilgan. Agarda sizni farzandingizda mana shunaqangi gijja parazitar kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, aynan qaynoq shokolad ichimliklarimiz bor. Kokozi mahsuloti deb aytiladi. Bu Teabroma daraxtidan olingan 100% tabiiy kakao hamda ganaderma lisidum aralashmasi. Buni tarkibidagi polisaxaridlar hisobiga ichakda joylashgan gijja parazitlarni polisaxaridlar yordamida ularning butunligi, strukturasi buziladi va natijada bolada gijjalardan xalos bo'ladi. Bundan tashqari bu mahsulotimiz gijjani tushirishdan tashqari ichakni tozalash hisobiga bolani yegani o'ziga yuqishib boshlaydi. Qarabsizki, farzandingizda vazn qo'shish, bo'y o'sish, zehnining o'tkirlashish holatlari bo'ladi. Bolada ijodiy fikrlash paydo bo'ladi. Maktabdagi baholar yaxshilanish boshlaydi. Xotiralar tiklanadi va albatta husni xati ham chiroyli bo'lish boshlaydi. 5 yoshdan kichkina bo'lgan bolalarga albatta kakao mahsulotiga allergiyasi bo'lmasa, yarimtadan 2 mahal ovqatdan 1 soat oldin va 5 yoshdan katta bolalarga bir o'sha paketikdan 2 mahal ovqatdan 1 soat oldin. Farzandingizga ichilgandan keyin albatta uni siz mana shu bolalarni o'zini garshogiga o'tkazib deymiz, o'sha holatda undan tushayotgan narsalarni nazorat qilib boring. Va albatta siz 3 kun yoki bo'lmasa 7 kun orasida o'ziga xos bo'lgan narsalarni tushayotganini ko'rasiz. Mabodo endi lyambalar ko'zga ko'rinmaydi. Ko'rinmagan taqdirda ham bolangizning kayfiyati, yurish turishi, rangini o'zgarishidan ham ichlari tozalanib borayotganligini ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha ravishda buni tarkibida o'zi tabiiy kalsiy bor, gemoglobinni ko'tarish imkoniyatlariga ega juda ham yaxshi, ham aqlan, ham jismonan sog'lom bo'lishiga imkoniyat paydo bo'ladi. Agarda yuzdagi yosh kattalarda gijja parazitlar kasalliklar qiynayotgan bo'lsa, marhamat, sedana, qalampir munchoq hamda qora murch qo'shilgan kapsulalarimiz 2 tadan 2 mahal ovqatdan 1 soat oldin iching. Juda ham sizga xushtam, yoqimli va albatta sizlar gijja parazitlar kasalliklardan xalos bo'lasiz. Hammaga yoqimli ishtaha.